Mana shunday buyuk kunlarda turibmiz. Bu degani ba'zilar bir xato tushunchasi bor, shu joyda to'g'rilab ketamiz. Bu degani, ya'ni 2 kun bayram islomda degani boshqa bayram, ba'zi bir bayram kunlarini nishonlamaslik kerak degani emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlari bu diniy bizning bayramimiz. Musulmon bayram qilishi kerak bo'lgan, shart bo'lgan kunlar bu 2 kun. Musulmon bayram qilsa ibodat bo'ladigan kunlar. Bugun borib qo'ynimi, molni so'yib, uni pishirib yeyishligimiz ibodat. Mana shunday ibodatli kunlar bugun. Bugun xursandchilik ibodat bo'ladigan kun. Bu degani jamiyatda qabul qilingan ba'zi bir bayramlarni inkor qilish kerak degani emas. Jamiyatda qabul qilingan ba'zi bir bayramlar bor, masalan, mustaqillik kuni. Mustaqillik, ya'ni Alloh taolo bizni boshqalarning zug'umidan, boshqalarning zulmidan qutqargan kun. Xalqning ko'kragiga shamol tekkan kun. Mustaqillikni Alloh taolo berdimi? U kunni bayram qilishlik bu islomiy bayram deyilmaydi, lekin ijtimoiy bayram qabul qilinadi. U kun xursandchilik kuni. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bayram bilan xursandchilikni ajratdilar. Xursandchilik qilinadigan juda ko'p vaziyatlar bor islomda. Masalan, ro'za tutgan kishi, payg'ambar alayhissalom aytadilar-ki, "Lis-soimi farhatan." Ro'zador kishining 2 ta xursandchiligi bor dedilar. Birinchisi, iftor qilgan paytda, og'zini ochgan paytda xursand bo'ladi. Nima uchun? Chunki yeb ichmay yurgan, chanqagan va och qolgan payti inson oldiga taom kelsa, inson oldiga sharob, ya'ni ichimlik keladigan bo'lsa, suv yoki choyni ichadigan payti, o'sha paytda, ya'ni imkoniyati bo'lgan paytda xursand bo'ladi. Va ikkinchisi farhatun inda liqo'i robbih. Robbisini uchratganda, Robbisining yoniga borganda, ya'ni qiyomatda ro'za tutganligi uchun xursand bo'ladi. Xursand bo'lishlik bor. Insonni xursand qiladigan tabiatimizda bor har bir xursandchilik. Ota-onamiz borligi xursandchilik. Ota-onamizning uzoq safardan kelishligi masalan xursandchilik. Ota-onamizni masalan borib ziyorat qilishimiz xursandchilik. Mana shunday xursandchiliklar ko'p. Bu ijtimoiy bayramlar ham xursandchilikka kirib ketaveradi. Xursandchilik qilish man qilinmagan. Modomiki shariatga xilof bo'lmasa, xursandchilik qilinadi. Lekin bayram islomda, musulmonlar islomiy ibodat sanalgan bayram mana shu 2 kun hisoblanadi. Ro'zaning, ya'ni Ramazon hayiti va Qurbon hayiti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Uqbat ibn Amirdan rivoyat qilinadi bu hadis. Yawmu Arafa va yawmun nahri va ayyamut tashriq eiduna ahlal islam yawmu aklin va shurb yoki ayyamu aklin va shurb. Arafa kuni deydilar. Arafa kuni, yawmun nahr qurbonlik kuni, ya'ni bugun. Arafa kuni kecha edi. Qurbonlik kuni bugun. Va qurbonlik kuni va tashriq kunlari, ya'ni 3 kun, qurbonlikning 3 kuni, ey ahli islom, ey musulmonlar, bizning bayramimizdir deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'kidlaydilar. Bu kunlar yeb ichish kunlaridir, xursandchilik kunlaridir deb payg'ambarimiz alayhissalom ta'kidlaydilar. Demak, buni xolis niyatda xursandchilik qilsak, bu ham ibodat bo'ladi azizlar.